Biz doim bir gapni ko'p qaytaramiz. Hamma insonlarda bu gap bor. Bu dunyo imtihon dunyo deymiz. Ha, bu dunyo imtihon dunyosizlar. Hammamiz imtihon uchun kelganmiz. Shunday ekan, boshqa bir birodarimiz kattaroq imtihonga tushganda unga yaxshi gumon qilmoq kerak. Ya'ni bizda hozirgi kunlarda bir illat paydo bo'ldi. Alloh o'zi isloh qilsin bu illatni. Agar bir insonda aytsakki, falonchini eshitdingizmi? Alloh saqlasin, uyiga o't ketib qopti desa, ha, ketadi-da, u haromdan topganda deymiz. Falonchini boshiga mana bunday musibat kelibdi desa, to'g'ri-da, endi topibdi topadiganini. Ya'ni odamlar nazdida go'yoki faqat gunohkor odamlargina sinaladi. Kimni boshiga bir sinov tushsa, demak u gunohkor. O'zimizni boshimizga bir qiyinchilik, musibat kelsa, biz aytamiz, bu Allohning sinovi, bunga sabr qilishimiz kerak deymiz. U boshqa bir insonga balo, ofat yetsa, ha, bu Allohning unga jazosi, azobi, shunga loyiq u deymiz. Astag'firulloh. Bunday demaslik kerak sizlar. Hammamiz Allohning oldida ojiz bir bandamiz. Alloh bizlarni imtihon qiladi. O'zi aytadi Qur'oni Karimda: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sizlarni imtihon qilamiz dedi Alloh taolo. Sizlarni turli holatlarda imtihon qilamiz. Sizga xavf berishlik bilan imtihon qilamiz. Val-ju' ochlik bilan imtihon qilamiz. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ mol dunyolaringizga nuqson yetkazishlik bilan imtihon qilamiz. Val anfus va sizni nafslar ichingizdagi odamlarni olishlik bilan, yaqinlarimizdan judo bo'lishlik. Mana shu bilan imtihon qilamiz. Va samarat va meva-chevalaringizga zarar yetkazish, nuqson yetkazishlik bilan imtihon qilamiz deyapti Alloh taolo. Bizni Alloh imtihon qilishligi bilan ogohlantiryapti. Bu imtihonlarki hayotimizda bo'lib turadigan xavf, ochlikmi, qiyinchilik, mashaqqatlari, mol va dunyodan ajrash, yaqinlardan ajrash, mevalar va dehqonchiliklarga ba'zan zarar yetish kabi mana bunday sinovlar bilan imtihon qilar ekan. Va bashiris sobirin dedi Alloh taolo. Bu musibatlarga sabr qilganlarga bashorat bering, xursandchilik xabarini bering. U sabr qiluvchilar qanaqa sabr qiluvchilar edi? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ularga biror bir musibat yetganda, yuqoridagi aytilgan musibatlardan birortasi kelganda, inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydiganlar. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytuvchimiz deb sabr qilgan insonlarga xursandchilik, ya'ni savob, jannat bashoratini bering dedi Alloh taolo. Ulaika alayhim salavatun min robbihim va rahma. Ana o'shalarga Allohning salovati va Allohdan ularga rahmat bordir. Va ulaika humul muhtadun. Ana o'shalargina hidoyat topgandirlar. Ana o'shalar hidoyatdagi kishilar bo'lar ekan sizlar. Kimlar biror bir imtihon yetganda sabr qilib, hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz deganlar. Bu kalimani istirjo kalimasi deydi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Har qanday sinovda bu gapni aytishimiz kerak. Eng birinchi aytadigan gapimiz mana shu bo'lish kerak.